Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin Yaponiya parlamentida Tianmen voqeasining 37 yillik munosabati bilan o'tkazilgan xalqaro yig'iniga qatnashib, Xitoy demokratlarini Sharq Turkistonning mustaqilligini qabul qilishni talab qilgan. Turg'unjon Alovuddin apandim oldingi haftadan boshlab Yaponiyada olib boradigan faoliyatini boshlagan bo'lib, 3-iyun kuni Yaponiya parlamentida Tianmen qirg'inchiligining 37 yillik munosabati bilan o'tkazilgan xalqaro yig'inga taklif bilan qatnashgan. Bu yig'inda u Xitoy demokratlardan Sharq Turkistonning Xitoyning bir partiyasi emas, balki Xitoy tarafidan ishg'ol qilinib, mustamlik qilingan zamin ekanligini qabul qilishni talab qilgan bo'lib, Xitoy tashkilotlari birdek Sharq Turkistonning mustaqillik talabini qo'llaydiganligini bildirishgan. Bu yig'inga Xitoy demokratlari, Tibetliklar, Mongoliyaliklar qatnashgan bo'lib, mazkur yig'inda so'z qilgan Turg'unjon Alovuddin so'zida munolarni o'ttirib qo'ygan. Bugun biz bu yerga 4-iyun Tianmen qirg'inchiligida hayotidan ayrilgan demokratiya va erkinlik qahramonlarini xotirlash uchun yig'ildik. Bu qirg'inchilik insoniyat vijdonida cho'nqir iz qoldirgan unutilmas bir qirg'inchilikdir. Men erkinlik, demokratiya va inson izzat hurmat uchun hayotidan ayrilgan yoshlarni hurmat bilan eslayman va ularning jasorati erkinlikni orzu qiladigan barliq xalqlarning xotirasida davomli yashaydi. Tianmen maydonida yuz bergan voqea faqat o'tmishlik fojia emas. Hozir texmi ig'ir fojialar yuz beryapti. Chunki diktatorlik javobgarlik tortilmaganda texmi kuchaydi. Zulmning jazosiz qilishi texmi cho'ng zulmga yo'l ochadi. Bugungi kunda biz Uyg'urlar bu fojialarni intayin ig'ir shaklda boshdan kechiryapmiz. Xitoy hukumatı Tianmen maydonida erkinlik talabini bostirgandek, bugungi kunda Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining asosiy haq-huquq talablarini ayni shaklda bostirmoqda. Milyonlagan Uyg'ur jazo lagerlariga qamaldi. Ular diniy e'tiqodi, ana tili, madaniyati va kimlik sababidan jazolandi. Oilalar parchalandi. Balalar ota-onasidan ayrildi. Masjidlar chaqib etildi. Qabristonliklar vayron qilindi. Madaniyat meroslari sistemli holda yo'q qilindi. Bugungi kunda Xitoy hukumatı zamonaviy texnikani qo'llanib, insoniyat tarixidagi eng kuchli bostirish sistemalarini qurdi. Kishilarning chiroyi, ovozi, telefoni, hatto o'y fikrlarimi nazorat qilinyapti. Bu faqat Uyg'urlar uchun emas, balki butkul insoniyat uchun cho'ng xatardir. Chunki erkinlik bo'lmagan yerda insonning izzat hurmati bo'lmaydi. Bugungi kunda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur xalqi zo'r besimga qaramay, o'zining kimligini, e'tiqodini va erkinlikka bo'lgan umidini saqlab kelmoqda. Xitoy hukumatı qo'rqinch paydo qilish urinsimi, haqiqatni yoshirib bo'la olmaydi. Tarix bizga zulm qilg'ich hokimiyatlarning kuchlikdek ko'ringanligini, ammo hech qanday zulmning mangu davomlashmaydiganligini ko'rsatdi. Men bu yig'inga qatnashish fursatidan foydalanib, bu yig'inni o'rinlashtirganlarga, Yaponiyadagi kishilik huquqni qo'g'duvchilarga va Yapon xalqiga rahmat aytaman. Yaponiya Osiyoda erkinlik, demokratiya va kishilik huquq qimmat qarashini qo'g'dashda muhim o'rin tutadi. Sizlarning hamkorliginglar faqat Uyg'urlar uchun emas, balki barliq zulmga uchragan xalqlar uchun umid manbasi. Biz Uyg'urlarning kurashi erkinlik, hurlik va o'z taqdirini o'z belgilash uchundir. Ishg'oliyat, zulm, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurashdir. Chunki erkin, ozod, mustaqil yashash xuddi boshqa xalqlarga o'xshash Uyg'ur xalqining haqqidir. Bugun Tianmenni xotirlash faqat o'tmishni eslash bilan cheklanib qolmaslik kerak. U davomlashayotgan diktatorlikqa va irqiy qirg'inchilikqa qarshi sukut turmaslik va darhol harakatga o'tish bilan munosabatlik. Agar dunyo Tianmendan yetarlik savoq olgan bo'lsa, balkim bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yuz bermagan bo'lardi. Shunga xalqaro jamiyatga chaqiriqimiz aniq. Kishilik huquq, iqtisod manfaat uchun qurbon qilinmaslik kerak. Sukut zulm qilg'uvchilarni jasoratlantirdi. Demokratik davlatlar umum qimmatlarni qo'g'dashda texmi qat'iy bo'lishi kerak. Jazo lagerlari, majburiy emgak, madaniyat vayronchiligi, diniy zulm va irqiy qirg'inchilikqa qarshi konkret qadamlar tashlanishi kerak. Bugun biz faqat yo'qolganlarni xotirlab qolmay, yana yashash uchun kurash qilayotganlarni xotirlashimiz, ularning izzat hurmatini qo'g'dishimiz kerak. Tianmenda hayotidan ayrilganlarning orzusi erkin kelgusining orzusi edi. Uyg'ur xalqining kurashi o'xshashla insoniy qimmatlarni qo'g'dash kurashidir. Bu kurash hamon bir kuni Tianmen qurbonlari orzu qilgan erkinlikni elib keladi. Adolat kechikishi mumkin, ammo haqiqat yo'qolmaydi.
Erkinlik bastırılışı mümkün, ama onu kişilerinin kalbinden yo'qotish mümkün emas. İnsanның izzat hurmati tankidan yuqori. Tianmenni xotirlaganga o'xshash, biz Uyg'urlarni erkinlik uchun bedel to'lgan xalqni unutmayli. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mehmet efendi ma'lumot berib mundaq deydi. Bugün yana 3 iyun Yaponiyaning parlament binosida TM vaqasining 37 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Turg'unjon apandim taklif bilan qatnashdi. Uyg'urlardan sirt Tibet, Mo'ng'ul va Tayvan, Hong Kongdan kelgan vakillar qatnashgan bo'ldi. Faoliyatda Yaponiyaning parlament a'zosi Xitoy millatidan bo'lgan Shiping apandim echish nutq so'zildi. Onundan keyin shu Tibet, Mo'ng'ul, Hong Kong, Tayvan va Uyg'urlarning vakillari so'zlagan bo'ldi. Turg'unjon rais Uyg'urlarga vakolatdan bir yer so'z qildi. Faoliyatninki oxirida yana Xitoyninki bu Uyg'ur, Tibet har millatlarga qarata kishilik huquq, dafsanchilik va assimilyatsiya siyosat yurgizayotganligini demokrat davlatlar birlashib Xitoyga dastur turish kerakligini va shu yig'in qatnashchilar hamkorlashib Xitoyninki bu zo'mgarligiga taqobil turadiganligini degandek mazmunlar ichiga ilingan bir bayonot ma'qullangan bo'ldi. Bu faoliyatdan keyin yana bir muxbirlar yig'ini o'tkazildi. Muxbirlar yig'iniga Turg'unjon raisimiz qatnashib so'z qildi. Dünya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Oslo erkinlik munbirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib keldi. Zumrat Erkin Oslo erkinlik munbirining 1 yillik yosh liderlarni tarbiyalash kursini tamomlab, bu yilgi Oslo erkinlik munbirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib keldi. Oslo erkinlik munbiri har yili 10 nafar kishilik huquq qo'g'dug'uchisi, faoliyatchilar va foyda olmaydigan tashkilot rahbarlariga o'z xizmatining ta'sirini oshirish uchun alohida fursat berib tarbiyalab kelmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin o'tgan yili bu munbirning taklifi bilan dunyoning har qaysi joylaridan yig'ilgan kishilik huquq faoliyatchilari va yosh diplomatlar bilan birga bu munbirning 1 yillik tarbiyalash planiga tanlangan va bu 1 yil ichida Oslo, Belgiya, Yevropa parlamenti, Kosta-Rika va boshqa davlatlarda diplomatik faoliyatlar haqida maxsus tarbiyalashga qatnashgan edi. Bu tarbiyalash kursi yosh liderlarga qo'llanishchan va zo'ravonlik bo'lmagan taktikalar, strategiyalar, erkinlik jamiyatlari va harakatchan faoliyatlarni tashkillash, rahbarlik san'ati, tashkillash san'ati, texnika va raqamlik bexatarlik, taratqular bilan hamkorlashish, mablag' to'plash, siyosiy strategiya nazariyasi, ro'yi sog'lomlik, nutq so'zlash qatorliq muhim sohalarda amaliy tajribalar bilan tarbiyalab, maxsus mutaxassislarning yetakchiligi bilan ta'minlaydigan bo'lib, dunyoning har qaysi joylardagi faoliyatchilarning xizmatini kuchaytirishga yordam berib, kishilik huquq faoliyatchilarining borgan sir ko'payayotgan bir jamiyatni qurib chiqishni maqsad qiladi. Zumrat Erkin bu qatimqi Oslo erkinlik munbirida bu 1 yillik kursning tamomlanish munosabati bilan so'z qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib kelgan. Bu so'zida munolarni o'ttirib qo'ygan. Mening nevra akufkalarim, tog'ilarim, homilarim hech qanday sababsiz tutqun qilindi. Ular qilgan ishlar uchun emas, balki Uyg'ur kimlik uchun va mening Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan bir siyosiy faoliyatchi bo'lganim uchun. Bu mening hikoyam. Dastlabda men bu ishda yolg'iz qolganligimni o'ylagan edim. Ammo nega borsam va qaysi Uyg'ur bilan paranglashsam, o'xshash hikoyalarni angladim. Shu chaqda men tushundimki, bu tasodifiylik emas. Bu bir sistema, bu bizni qayerda bo'lishimizning qat'iy nazar, kimligimiz sababidan yo'qotish uchun loyihalangan bir sistema edi. Men 2019-yili qonun institutini yangi bitirib, bir tanlashga duch keldim va to'liq vaqtli bir faoliyatchi bo'lish uchun qonun kasbimdan ayrildim. Chunki men o'yladim, balki men ovozsizlarning ovozi bo'la olayman. Lekin bu tanlash zo'r badallarni to'latdi. Oilam ta'sirga uchradi. Menga turli tuhmatlar qilindi. Nazorat qilindim va besimga duch keldim. Bu dal Xitoyning xalqaroliq bostirishining qanday ishlaydiganligini men ko'rsatdi. Bu bostirish chegaralarda to'xtab qolmaydi. Sizni qo'g'laydi va u faqat sizni qo'rqitishni maqsad qilgan.
Uyg'urlar mayli Yevropa, Shimoliy Amerika, O'rta Osiyoda bo'lsin, hamisha tahdidga uchraydi. Ularning yurtidagi oilalari go'ro'ga ilinadi. Shu men sizlardan shuni talab qilaman. Chegara halqagan bostirish uchirganlarning xotirjam so'zlash uchun bexatarlik ulaslarni qurishga yordam qilinglar. Bu faqat Uyg'urlar uchun emas, bu yerda ularga egashgan hukumatning soyasi ostida yashayotgan har bir jamiyat uchun. Oslo erkinlik munbari xalqaro e'tirof qilgan demokratiya va kishilik huquq yig'ini bo'lib, bu munbar 2009-yili Norvegiya poytaxti Osloda kommunizm va natsistlardan aman qolganlarni tabriklash uchun yig'ilgan 200 kishilik bir guruhi bilan boshlangan. Bu munbar ularning hikoyalarini saqlab qolish, dunyoning unutib qolmaslik uchun keyingi avlodlar ularning kurashlarini xotirlashni maqsad qilgan bo'lib, navbatda Oslo erkinlik munbari har yili dunyoning har qaysi joylaridagi jasoratli o'qituvchilarning ovozini dunyoga yetkazadigan bir munbarga aylangan. Bu munbar navbatda liberal demokratiyaga tahdid soladigan bugungi kundagi eng jiddiy kishilik huquq masalalarini kun tartibga ilib keladigan bo'lib, bu munbarga har yili 100 dan ortiq davlatdan 300 dan ortiq erkinlik jangchilari, kishilik huquq faoliyatchilari, diplomatlar, parlament a'zolari qatnashib kelmoqda. Bu yilqi bu munbarga Zumratay Erkin qatnashgandan boshqa yana Uyg'ur Hareket Tashkilotining ijroiya direktori Ro'shan Abbos xonim qatnashgan. Dünya Uyghur Qurultayı Uçur Axbarat Merkezining muavin mudiri Gulbahor Bazakova 29 maydan 3 iyungacha Norvegiyada o'tkazilgan 2026-yillik Dunyo fikr erkinlik munbariga taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan yosh liderlar bilan uchrashib, Uyg'ur masalasini tanishtirgan. Bu yillik fikr erkinlik temasidagi dunyoviy ijtimoiy aloqa munbarida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 70 dan ortiq yosh rahbar, jurnalist, siyosiy faoliyatchi, mutaxassis va siyosiy belgilikchilar Norvegiyadagi Utoya orolida jam bo'lib, so'z erkinligi va demokratik qimmat qarshi duch kelayotgan xiris va tariyotgan bo'shliqni muzokara qilgan. Norvegiyadagi Utoya oroli 2011-yili 22 iyulda dunyoni zilzilaga solgan fojialik terrorlik voqeasi yuz bergan joy bo'lib, ayni vaqtda bu voqeada 69 nafar yosh qazo qilgan edi. Bu simol xarakterlik yerda demokratiya va so'z erkinlik to'g'risida muzokaralarni o'tkazishdagi maqsad demokratik qimmat qarashni qo'g'dash, nafrat va oshqo'llikqa qarshi turishning muhimligini eskartishdan iborat. Bu qatimqi munbarga Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Store, Nobel tinchlik mukofoti sohibi Maria Ressa, jurnalist va film ishlaguvchi Louis Terikos va yozuvchi, faoliyatchi Megan Phillips Roper qatorli xalqaro taniqli kishilar qatnashgan. Programmaning birinchi qismida qatnashuvchilar o'z jamiyatlari uchun so'z erkinligi va demokratiyaning nima ma'nini bildirganligini, demokratiyaning dunyo miqyosida chekinishi, so'z erkinligi bo'lgan chekmalarning kuchayishi, demokratik organlar va ochiq suhbatni qo'g'dash uchun nima qilish lozim degan temaga markazlashgan. Bu munbarga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan yosh rahbarlar o'z davlati va jamiyatlarida duch kelayotgan qiyinchiliklarni o'rtoqlashgan bo'lib, Gulbahor Bazakova xonim bu munbarda Uyg'ur xalqi duch kelayotgan qirg'inchilik, Xitoyning assimilyatsiya siyosati va chegara halqagan bostirishi, majburiy emgak va xalqaro ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik bo'lgan ishlar haqida fikrlarini o'ttirib qo'ygan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.